Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salaten ve selamen ala rasulihil Mustafa ve ala alihi ve sahabetihi ve men ittebahuda. Allah Teala hamdü sana Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge durus salamlar, ail tavabatıga, ashab-ı kiramlarga ta ki kıyametge kadar uzatga geçkenlik bolsun. İmam Nevevi rahimehullahu taala Qarilarning adab qoidalar degan kitobidagi 4-bobda deydi. Qur'on o'rgangichi va o'rgangichilarda bo'lishi tegishli adab qoidalar. Bu ham shu kitobningki asos mazmuni, markaziy ideyasi deymiz. Lekin bularni hammani o'zgarib ketsa o'quvchilar o'zlashtirib bo'lmaydi deb ixcham bayon qilgan. İmam Nevevi rahmetullah aleyhi deydi, bu ve bunundan keyingi iki bobda kitobning asosiy maqsadlari mujassamlangan. Bu maqsadlar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, yodlash va asli saqlash oson bo'lsin uchun bir necha paragrafda qisqacha bayon qilib o'taman. Birinchi tema ixlos qilish. Qur'on o'qituvchi va Qur'on o'quvchilar uchun qilishga tegishli birinchi ish Alloh roziliqni ko'zlashdir. Allah Teala ve ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lehu'd-din hunafa ve yuqimus salata ve yu'tuz zakata ve zalika dinul qayyimah. Ular fakat ibadetni Allah'a halis kılgan, haq diniga e'tiqod qilgan holda yalnız Allah'a ibadet qilishga, namozni ado qilishga, zakat berishga buyurildi. Ana shu to'g'ri dindir deydi. Sura Bayina. Sahihayn, yani Sahihayn deganimizda Buxoriy bilan Muslim ikki kitob ko'z tutildi. Ikki sahih to'plam bo'lg'achqa Sahihayn deymiz. Sahihayn degandikan Buxoriy Muslim deb yurmasakmi, ikki kitobni ko'z tutdi. Sahihaynda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emeller niyetlergila bağlıqdır. Her kimge niyet kılgınıla buludu degan. Bu hadis İslam'ның ul asaslarından biridir. Bütün emeller niyetke bağlıq. Bu niyetning İslam'daki o'rnining intayin muhimligini ko'rsatadi. Ba'zi olimlar mush hadisni İslam'ning 4dan 1 degan, ba'zi 20 degan, ba'zi İslam'ning hammasi deganlar bor. Niyetning ahamiyati. Bütün şirketlerimiz niyetke bağlıq. Biz yana senedi bilen rivayet qilamiz ki, yani İmam Nevevi rahmetullahi aleyh senedi bilen ustazdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge tutashtirib rivayet qildi. Bizga o'sha maktabdan ilib bundan qilgan narsamiz. Shunga senedi bilen rivayet qilamiz ki deydi. İbn Abbas radıyallahu anhumani kimga ishlatibdi? Erladi ikki kishiga. Abbas dadisi Abdullah uning o'g'li ikki sahoba bo'lgan ekan. Abdullah'ını atamasak-mı? Abbas'ın oğlu desek, Abbas atısı Abdullah oğlu demez mi? Mesela İbn Ömer, İbn Mesud degandek. Bu ikisini ko'rsatgandan anhuma deymiz. Radiyallahu anhu. Allah o ikkiylaridan razı olsun. Anhu olsa bir kişi. Anhu olsa bir er oldu. Ayşe radiyallahu anha olsa bir ayol oldu. İbn Abbas radiyallahu anhuma insanın erişidiğini niyetiga bakıp boludu degan. Yeni bir sahabe kiramning insonlarning niyatlariga qarta beriladi deganligini rivoyat qilingan. Diqqat qilsanglar bu yerda keyingi nimani rivoyat qilingan dedi shuni ama. Rivoyat qilingan degan so'z rivoyat qilinadi-ki, qilingan degan odatda sanad zaif hadisliga ishlatilgan bir usul. Sahihkim ba'zi ishlatiladi. Lekin bu sanadi ojizroq bo'lgandan keyin rivayet kılıngan deb qo'ygan bo'lishi mumkin. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. Ustoz, ashunday zil tarjima. Zil. Bunun her bir kasbning istilohi jinishkalari var, noktaları var. Şuna masalan yuqori qarasak Sahihaynda dedi shuni ama en yuqori darajalik Sahih hadis. İmam Buxoriy bilan Muslim birlikka kelgan. Muttafaqun alayhi deymiz. Bunu bayan qilgandan keyin İbn Abbas radıyallahu anhu'nun sözü ne ibaret hazır? Sahabenin sözü. Peygamberinin sözü emas. Ondan yana bir sahabenin sözüne ekeldi, bu ikisini ekeldi. Yandaştırıp ekilyotdi. Lekin asas nima? Asas ayet bilan Sahih hadis. Masalan, hacim deyishi mumkin. Bizga Qur'on tursa, Sahih hadis tursa, bu zaif hadisni yoki payg'ambarning so'zi tursa, bu sahabening so'zini nima emas. Lekin bunda ani texmi yo'rtib turadigan, ta'kidlaydigan mazmun bo'lg'achqa uni yondashtirib ekilamiz odat.
Zayıf olsun mu? Zayıf bo'lsin mu? Lekin asos nima? Asayedis. Yoki oyat. Shu yerda sayenda deb bo'ldi buni. Masala shu bilan isbotlanib bo'ldi. Ma keyingilar hamda qo'shimcha bizga taxmo mazmunni ro'shanlashtirib, izohlab turadigan, oydinlashtiradigan masala. Biz yana sanadi bilan rivoyat qilamizki, ustoz Abul Qosim Qushayri Alloh uningdan rozi bo'lsin. Abul Qosim Qushayri kim desanglar bu kitobning oxirida alayda xizmat qilib, shu kitobda ismi atalgan zotlarning hammasining tarjimonini qilib qo'ygan. Ya'ni kimdi bu deb qolmasliginlar uchun. Buni sizlar aldirmay ko'rasanglar bo'ldi. Bu ahli sunnat va zohid ulumoldan. Tafsiri bor, risalalar bor, Qushayri risalalar deb ilgirki sog'lom tasavvuf darisidagi zohid ulumoldan. Abul Qosim Qushayri ustoz deydiki, ixlos amal ibodatni bir Alloh uchun qilish demakdir. Ya'ni o'z amali orqali faqat Allohga yaqinlashishni maqsad qilish demakdir. Kishilarga yasalmalik qilish, ularning maqtishiga erishish, maqtilishni yaxshi ko'rish qatorliq Allohga yaqinlashishdan boshqa har qanday narsani o'ylamaslikdir. İxlosni yana amal ibodatni maxluqlarni ko'zlashdan xoli holda qilish desakmi bo'ladi. İmam Qushayri risolasida shunday debdi. Demak, bu olimlar mush ixlosni qo'lga keltirish uchun qattiq tirishgan, mujohada qilgan, mushaqda o'ylangan va buni har turli nuqsondan paklashga tirishganlar. Mabak muhim gap mana. Shundaki. Demak, sen bütün hareketlerinde Allah'ın ham ko'zlashing lozim demakchi. Agar maxluqni ko'zlab qolsang, bu yerda ixlos bo'lmaydi. Sure İhlas'tan kelamdı. Bunun söz ma'nosi nima? Axlasa, masalan bayatimiz oyatda o'qidik-ku. Va ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Xalas degan, xullas degan, sap degan gap. Uni hech narsa aralashib qolmagan, aralashmasi yo'q. Bir xillam sap süzük degan ma'noni bildirdi. Undan keyin sen mushu nimangda boshqa hech qanday maxluqlarni o'ylash, maxluqlarni ko'zlash degan mazmunni akirib olmay, faqat Allohni ko'zlab ish qil demakchi. Bu ixlosning mazmuni. Yana Huzayfa Mar'ashi Alloh undan rozi bo'lsin deydiki, bu mushunda katta zotlardan birisi. İxlos bandining amallarining pinhandimi, jarastandimi o'xshash bo'lishidir dedi. Yalnız vaqtida ko'pchilik mavamda bu hammamiz bunda o'zimizni dansab mushaqda o'ylashib qolsak bo'ldi. Masalan, biz jamoat bilan namoz o'qigan chaqda sunnatni to'liq o'qib, yolg'iz chaqda sunnat o'qimasak yoki namozni ruku sajdani joyida o'qib, jamoat bilan o'qigancha jamoat bayaldi-ku. Ondan yolg'iz chaqda to'xcha qilgandek o'qisak va uningdan boshqa hamma amallar, demak sen shu boshqalar ko'rdigan chaqdimi, boshqalar ko'rmaydigan chaqdimi o'xshash amal qilishing lozim demakchi. Chunki boshqalar bu bak taqvodor ekan, namozini uzun o'qiydi ekan, ruku sajdani bak joyida qildi ekan deb o'ylasin deb qilgan bo'lsan-da o'chadi. Maxluqning bahosini cho'ng bilishadi. Zunnun Misri Allah'ın razı olsun aytdiki, Zunnun Misri mo tasavvuf ehli zahidlarning birisi. Buna danliq cho'nglari bulamdi. Lekin bu keyingi vaqtdagi g'alg'ashlik bakkalikqa aralashib ketmagan pokizroq chog'dagi zahidlar. Mushu nafsini poklash, butun turli qalblardan xoli bo'lishga tirishganlar. Zunnun Misri rahmetullahi alayhi aytdiki, 3 narsa ixlosning alomatidir. Jimi kishilarning maqtash va so'kishlarini o'xshash ko'rish. Amallarni ko'z oldida qo'yib olmay unutib ketish. Amallarning mukofotini oxiratda olishni o'ylash. Masalan, menda ixlos bormi yo'qmi deb tekshirmoqchi bo'lsak, shuning alomati bormi yo'qmi deb o'ylaymiz-da. Bu zot shuning bir alomatini bekitib ko'rsatib beribdi. Yani uning alomati boshqa hadisdan chiqmagandikan hozir, shunda jiq tirishchanlik ko'rsatgan ulamolar tajriba, mulohaza va tafakkur qilish orqali mush 3 belgi bo'lsa, ixlos vakin desak bo'ldi ekan deb xulosalab chiqqan yakunim. Jimi kishilarning maqtash va so'kishlarini o'xshash ko'rish. Demak, sen bu yerda
Mahlukning bahosiga e'tibor bermidi. Ha. Faqat Allah'ın bakışı ve Allah'ın müsibeti. Allah'ning nazarini asos qilding. Ha, mushu o'lchamga tushsa, ixlos bakin deymiz. Ma 3ning birisi kam bo'lsa, buni masala bakin deymiz. Amallarni ko'z oldida qo'yib olmay unutib ketish. Ma intayin muhim. Masalan, biz taat ibodatlarimizda men Allah buyurganini qildim, jannatga shirk loyiq qildim demaymiz-ki. Bu amallarimiz riyo bilan bo'ldimi? Va sadaqa vadoq 1 million dollarni g'achchida atib o'tgan bo'lsa, ha, men hamda bunda cho'ng ishni qilib o'tdim. Ya bir umr talib yetishtiribdimi? 50 yil Qur'on o'qitibdimi? Allah Taala endi meni mag'firat qilmasa, kimni mag'firat qil degandek mandalik minnat qildigan va amalini cho'ng bilib ketadigan nimaga daslam va ixlosga taqshudu deydi. Minnet qilib boshqalarga Bu yerda hozir Alloh taologa qarta bu men endi bir cho'ng ish qildim bu deydigan o'ziga tamanno qo'yish doirasi chirib qolsa bo'lmaydi deydi. Amalini cho'ng bilib ketmaslik, amalini asos qilib arabchada minnat deymiz, lekin uyg'urchaga minnat emas hamda. Yani kıraşlarını unutup gitti demek ki. Ha, unda. Amallarning mukofotini oxiratda olishni o'ylash. Ya'ni dunyoda maxluqdan olish emas, yoki Alloh taoladan dunyoda bas bo'ldi degandek emas, ikki nuqta bor. Birisi maxluqdan dunyodan uning natijasini olish, ikkinchisi Alloh taoladan ko'zlasimi dunyodan bas bo'ldi degandek emas. Oyati bor. Kan yuridul ajilata ajjalna lahu. ينبر آية ومن كان يريد حرث الآخرة حرث الآخرة شنو؟ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منه. Bu şey İmam Nevevi'nin akılda aşağıdığında. Fuzayl ibn İyaz rahimahullah deydi ki, Fuzayl ibn İyaz bu şu zahid ölümanının birisi. Çoğun kattılarının Bu birisi. yazma vaktida fakat ayet hadisler emez. Şu vakti ötken alimlarının mı? Elbette nakılları var da. İbadeler yazıp. ifadeleri göz tutulur. Bulamda ayet ba, Kur'an ba. Aşını talep kılınan boyunca qo'lga keltirimiz deb tirishib mujahada qilish jarayonida bu manda narsa ekan. Ma ishlarga diqqat qilsak qo'lga keldi ekan deb yakunlagan xulosalari. Fuzayl rahimahulloh debdi, kishilarni deb amalni tark etish riyodir. Kishilarni deb amalni tark etish riyodir dedi. Bundan gap. Yani başkalar mandak dep kalmışsın, kıp kalmışsın. Ben bunu kısam, mandak olduğunda kısam buldu dep. Masalan, biz dushanba kuni ro'za tutmoqchi. Shunda bu boshqalar ko'rsa, bu dushanba kuni ro'za tutgan taqvodarkin deb qoldim, men riyo qilgandek bo'lib qolaman. Shuni men tutmay. Yoki jamoat chiqib o'qisam namozni, jamoatga bir ko'z-ko'z qilgandek, men jamoatdan qolmaydigan odamdek ko'rinib qolamanmiki degandek nima bilan olimanda deb qoldi deb jamoatdan qilish. Sadaqa bermoqchi bo'lsa, sen $1000 bermoqchi, olim bu riyo qilib bir vaqt deb qolib deb jamoatning oldida uni sadaqa bermadi. Asli bu riyodan qechishda ko'ringan bilan oxirida nimani asos qildi? Haqning qarshini asos qildi hozir. Başkalarının dep kalar. Boshqalarning deb qalaga asosan bir ishni qilmadimdi. Shundan keyin harakati shirya. Riyomi shirkka yaqin narsa. Hamda kishilarni deb amal qilish shirkdir. Kishilarni deb ashula ajabma milni atiyalaydi ekan, pul beraydi ekan desin deb bersa, yoki uning boshqa har turli kishilarni ashunda deydi deb qilsa, ma shirk deydi. Shu hadisda men shirkning eng behajati deb. Ana ag'na sharikayn ani shirk. Yani bu ishni hozir sen zodi boshqani ko'zlab qilma. Qilmagan narsani boshqani ko'zlab tark etma. Qilishing va qilmasliging faqat Alloh uchun bo'lsin, maxluqning deb bo'lmasin demoqchi. Şerikeyn diyen şerik qaysi kişi yapmıyorsun? Birisi Allah oldu işte ama. Hani birisi cemaat. Hadi cemaat yaxshi ekan desin deb riyo qilib qilsak Alloh sherik keltirgan bo'ldik. Yani cemaatning bahasini Allah'ning bahalashi yoki savob berishi o'xshash darajaga qo'ygandek bo'ldi. Alloh bilan cemaatni shirk qilib qo'ydik hozir.
Allah Teala'nın bir ihtiyacı yok. Cemaatine ihtiyacı var. Alimlerin sözlerine geldi. Biz ayet tutsa, hadis tutsa, bunun sözüne ihtiyacımız var demeyimiz. Nima uchun? Aş ayet ve hadisini tushungandan keyin, bununla tirishib baqqandan keyin, bular turli nimani mulohaza qilib, bizga texmi diqqat qiladigan nuqtalarni tushuntirib berdi. Mesela faiz desek, hemen tushundik olmasan, iqtisod shunoslarning tarifi, izohatimiz bor. Lekin sizlar masalan bu işi jiq izlangan bo'lash sifatlari bilan bizga faiz degan ag'inlar bu manda bir narsa deb tushuntirib berilgan. Bu işte manda narsa diqqat qilinglar, bu manda deb tushuntirib bergandeklar bir ish hamdi. Bu ulamoning so'zlari hamdi. Ixlos Allohning seni her ikisidan saqlab qilishi. Ve kalbinde ihlas olsa, bu ikisini saklap kalan olsa, demek ihlas var. İxlos bor degan bo'ldi. Agar kishilarning gapiga qarab yoki shuning bahosini ko'zlab bir ishni qilmaydigan bo'lsang yoki qiladigan bo'lsang ixlos yo'q degan. Sahl at-Tustari rahimalloh deydi-ki, bu mu cho'ng zohidlarning birisi. Aqillar ixlosning ta'biri haqida fikr yurgizib, bunu ta'birdan boshqani topolmadi. İxlos jimi oshkora yushurun harakat va sukunatlar bir Allah uchunla bo'lish. Uningga na mal dunyo, na havo havas va na nafs xohishning hech biri aralashmaslikdir. Demak, ixlosni hozir ixlos degan nima degan izohlamoqchi, ta'bir bermoqchi. Danışmanlar, ulamolar, zohidlar bunda tadqiq qilgandan keyin mana mushunda obdan ta'birdan boshqani topolmadi deydi. Eng yaxshi ta'bir mushu deydi. Sen jimi harakatlaring, hatto jim turishingmi? Harakatlanmas, jim turishingmi? Sukunat degan. Jim turish, ashumi Alloh uchunla bo'lish. Bunga mal dunyo, havo havas, nafs xohish hech qanday aralashmaslik lozim. Bundan ixlos vujud chiqdi demakchi. Sari as-Saqati rahimahulloh deydi-ki, Sari Saqatimi shu qatadiki zohid ulamolar. Hech bir ishni kishilarni deb qilma. Hech ishni kishilarni deb tark etma. Kishilarni deb hech narsa berma. Kishilarga hech bir amalni oshkorlama. Bu yuqorqi mazmunni ta'kidlagan so'zmi? Kishilarni deb qilma degan yuqoridan chiqatim deyildi-ku. Maxluqlarni ko'zlab ishni qilma, bu chatoq ish deymiz. Hech ishni kishilarni deb tark etma, buni deyilib bo'ldi. Ilmiyada qo'shilgan yangi mazmun kishilarni deb hech narsa berma. Boshqalarga albatta ma'buni tuqqinimkan, ma birodimkan qizliqda birimizda, lekin bundan asli Allohning roziligini ko'zlab berish asos bo'lg'achqa, ma'vu ajab yaxshilik qildigan odamkan, ma'vu mana o'g'avali ekan deb manda baholashini ko'zlab turib bir narsa berma demakchi. Kishilarga hech bir amalni oshkorlama. Masalan, yolg'iz hech kim ko'rmagan, bilmagan bir amal qildik deyli. Bir birodarga qiyin ahvolda yordam qilib qo'ydik. Buni boshqadan bilmaydi. Yoki biz kechada turib bir amal ibodat qildik, hech kim bilmaydi. Buni undan boshqalarga falan chaqda bunda qilgandim deb buni oshkorlab yurma demakchi. İmam Qushayri rahimahulloh mu rastchillikning eng tuvan darajasi ishteshining o'xshash bo'lishidir degan. Rastchillik mishada ixlos. Buning ixlosning eng tuvan darajasidan gapirdi. Rastchillik eng tuvan. İşçinin teşine diyen gibi ola emelin o'xshash olsun degan. Bu eng tuvan edi. Mesela nimaning so'zi bor Mavlana'nın. Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün. Mushu ustozda olgan so'z mana. Mevlana'nın sözü mü? Okşaşıyor. İşin kadavuz, teşin kadavuz. Şu. İmam Kuşeyri'nin tefsirim var. Muhteber tefsirinde çok alim bu. Haris Muhasibi rahimullah deydi ki, bu mu katı zahid alimlarının ait ilgili yaşayan alimler bu. Rastçıl kişi öz kalbinin ıslah buluş için bütkül insaniyet kalbideki hürmet itibarının yoqab ketişige perva kılmaydıgan, zerreçilik yaxşı emelini mu kişilerinin bilip kılışını xalamaydıgan, yaman emellerinin kişilerinin bilip kılışını yaman görmeydigan kişidir. Çünkü yaman emellerini kişilerinin bilip kılışını yaktırmaslık
el nazarda nam şöhret temahurluğunun alametidir. Bunda qilish siddiqlar yani rastçılar ahlakının cümlesinden emasdir. Haris muhasibinin demoqchini rastçıl kişi öz qalbining isloh bo'lishi uchun yani bu yerda hozir ixlosni qo'lga keltirishimiz kerak ekan. Qo'lga keltirish yomon taskan degan chog'da sen qo'lga keltirishing uchun nimaga tirishishing lozim deb yo'l ko'rsatyapsiz. Rastçıl kişi öz qalbining isloh bo'lishi uchun butkul inson qalbiga hurmat e'tiborini yo'qolib ketishiga parvo qilmaydigan. Kalknem düstüsün. Nima desa desin? Alakam yok. Masalan, Allah'ın rızalığını kütüme. ahli ilmlarda bunda hal ko'rildi. Masalan, bizse bir diniy masalani so'raymiz, ama so'g'andikan, jamoatning oldida so'g'andikan, bilmayman desam, maqaqli bu ishimiz bilmaydi ekan deb qoladi. Yoki bu mushunda bir masalani javob beraman emasmi deb qoladi deb kallistillan bir narsani bilmaydi deyitishi yoki uningdan boshqa har turli kishilar duch keladigan masalalar. Mesela şu pul mal sarf qildigan ishtimi shunda. Madem iqtisodi bor kishi 100 mingni tashlaydi hozir desa, boshqalar meni menda deb qoladi deb shu asosli bir ish qilsa, u mu o'xshash. Yani hammadan o'zining ahvoliga bir tatbiqlab, tajriba qilib, ixlosni qo'lga keltirishni tirishib baqsa bo'ldi. Zarrachilik yaxshi amalinimi kishilarning bilib qilishini xohlamaydigan. Ya kichikgina bir ish bo'lsa-mu, uni devjimaslik lazım. Deyish zörül olgan nimada guvohlik berish yoki boshqada deyish majbur bo'lsa boshqa. Lekin buni boshqalar bilib qolsin deb Alloh bilan bildigan ishini devjimaslik lazım. Yaman amallarını kişilerinin bilip qilishini yaman ko'rmaydigan kishidir. Demek kişiler yaman amalni bilib qolsa, kishilarning bahsi o'zgaraydi. Demek kişilerning bahsini sen aldı o'rinda qo'yding. Halbuki onu Allah bilemdi bilmemdi. Allah bildi. Çünkü yaman amallardan kişilerinin bilip qilishini yoqtirmaslik el nazarda nam şöhret temahurluğunun alametidir. Demek kişilerinin aldığı etibarım çıkıp ketdi degende ibaret. Bunda qilish siddiqlar ahlakının cümlesinden emasdir. Siddiqlar rastçıl ve Allah Resulü'ne yetkizgen, Peygamberi bizge yetkizgen hemge rast şundaq da tasdiqlaydiganlar. Özü rastçıl ve Allah'ın Resulü'nü rastçıl deb tasdiqlaydigan zatlar. Yana biri deydi ki, yani bir alimlerimizden, kattalarımızdan bir sebepti. Sen rastçılık bilen Allah razılığını izlesen, Allah sana dünya ve ahiretinin cimi acayibatlarını körelediğin bir eynek ata kıldı. Sana mı şunda özünün emellerinin hata nimeleri özünge şunda körünevatkandak aynı halet buludu deydi. Bunun elbette ayet hadislerden nimesi var. Hatta mesela müminin eynikidir deydi. İhlas bilen mansan, mümin kırındışın sana eynek olap hata yerlerini tutup birişi mümkün deydi. Salaf salihlerinin bu vaktiki sözleri intayin köp. Biz məqsədini ifade şun az bir kısmına işaret kıldık. Fekir el-Mecmu Şerhul Muhazzab adlıq emgekimnin beşida salaf ulemalarının nurgun sözlerinin şerhleri bilen yazdım ve talipler üçün zörür bulgan okuvchi, o'qituvchi, fiqh alimleri ve fiqh ügünüvatqıçılarının edep ahlaklarını bayan kıldım. El-Mecmu Şerhul Muhazzab. Muhazzab degan kitap İmam Şirazi'nin Şafii mezhebte yazgan kitabı. El-Mecmu İmam Nevi'nin El-Muhazzab'ga yazgan şerhi. Bunu İmam Nevi başlap tüytenmey keyin 3 ulema tamamlagan. Şunun mukaddimesi de talib ilimge alakadar muhim edep kaidelerini bayan kılgan. Hatta o mukaddime ayrım bir risale olarak besilgan. Edeb-ül Mufti ve Müstefti. Fatva soraş ve fatva beriş edep kaidesi de ayrım besilgan. İkinci nokta dünyaya verilmeslik. Bu Kur'an ügengüçi ve ügetkişilerde buluş tegişlik edep kaidelerinin ikincisi. Dünyaya verilmeslik. Öz emeli arkalık mal dünya, emel mensep, yüz abroy, tanqurlardan yuqırraq mertebe temasida buluş, kişilerinin mediye maqtaşlarına erişiş, kişilerini özüge qartish degandek dünya menfaatlerini közlemesliki. Kur'an öğütüşten ibaret ulug' hizmetini bazı taliplerden keladigan azgını kirim, hizmet
ügetmeyen bolsa bermaydigan hediye suretideki bedel degandek arzimas manfaatlarni tama qilib bulg'amaslik lazım. Bu intayin muhim dikkat qilish tegishli masala ekan. Allah Teala deydi ki: "Men kana yuridu harsal ahireti nezid lehu fi harsih ve men kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha ve ma lehu fil ahireti min nasib." Kimki özünün ameli bilen ahiretinin savabını közlese, onun savabını ziyade verimiz. Kimki dünya menfaatini közlese, onun tiligini verimiz. Onun ahirette hiç nasibe yoktur. Men kana yuridul acilete accelna lehu fiha ma neşâ'u limen nurid. Thumma cealna lehu cehenneme yaslaha mezmumen medhura. Biz dünyanı közleyenler içinden halıgan Adem'ge, onun halıgını emas, bizning halıgınımızı verimiz. Anda onu ahirette cehennem bilen cezalayımız. Cehennemge o harlıgan, Allah'ın rahmetine qoğlangan halde kerido, dedi Allah Teala. Mağmı naati eğir meselelerini bir soğaçka kattık eğir akıbetiyle tehdis ağındak bir ehol var. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun deyişçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimki Allah razıqı üçün ügünüşke tegişlik ilimni dünya menfaatlerine eriş üçün ügense kıyamet günü cennetinin pırıqını pırıyalmaydı o degen. Yani cennetke o kirmaydı o pırıqını nerede mi pırıyanmaydı o deydi. Demek bu ilimni Allah'ın razıqını közlep emas, dünya menfaatini közlep okuğanda. Hatta ata-analarımı her xil niyatda o'qitadi bolalarni. Mening balam şu heytkaga yoki Sheyx Abamesga bir imom bo'lib shundan o'qisa, hammadan meni falan damillamning dadislab hurmat qilsa, bunda bir hurmat sabab erishamiz deb o'qitadigan bo'ldi. Bu bolasini o'qitibdi, qori qilibdi deb u asosda hurmatlanishni o'ylabmi o'qitadigan bu. Har xil maqsad. Balki mavi intayin xatarlik masala. Şu emeller hemmesi niyetki bağlılık degen hemme işqa qartılgan. Ondan keyin niyetni zadi rustlash lazım. Bu mazmundagi hadislar nayt köp. Hazreti Enes, Huzeyfe, Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhular rivayet qilgan bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytganki, kimki cahillar bilan datalash qilish yoki ulamolar oldida faxrlanish yoki kishilarni o'ziga qartish uchun ilm o'rgangan bo'lsa, o'ziga do'zaxdan o'rin tayyorlab qo'ysin. Intayin eg'ir mana. Masalan, bir masalada ba'zilar munozirlashib yengilib ketdi bu. Tuptiraman qaytadan bir o'qib kelib, endi o'zimning bildiganligimni bir isbotlay deb shu niyatda o'qishga mansa yoki ilm olishga boshlasa bu. Yoki ulamolar oldida faxrlanish. Men bu damullam, bu qarajim biz o'qigan deb bunda turadigan bo'lib qolsa, ya kişilerin özü qartish uchun ilm o'rgangan bo'lsa, biz bunda so'zlasak, bir adam og'zimiz qaraydigan bo'lsin, jamoatchilik maslida imom xatibulloh deb hammadan voy falan damullam qarajim deydigan bo'lsin degan nimada o'rgansa ilmni, o'ziga do'zaxdan o'rin tayyorlab qo'ysin. Demak bu ixlosga butunlay taqishilgan nuqtada bu. Hatta şirik mesele. Şirik şu. Şirik dedik biz. Yuqorida alimning qarashini bayon qilgan chaqda kishilar uchun bir narsani qilmay deb qolsa, bu riyo dedi-ku. Riyami maxfiy shirik. Endi kishilarni deb bir ishni qilsang shirik dedi. Undaki ma'vo mana shirkka desildiğinge. Tirmizining Ka'b ibn Malikdan qilgan rivoyatida yana Alloh uni do'zaxga kirgizdi degan. Ma'vo do'zaxda o'rin tayyorlab qo'ysin degan gap, bu tahdid. Lekin ma'noda do'zax kirdi deb aniq dedi. Bu mu hasan darajalik hadis. Diqqat qildigan 3-chi nuqta, ilm o'rgatish niyatidagilar hazar aylashga tegishli ishlar. Mudarris ilm o'rgatish orqali taliblarni va o'z yeniga kelib ketib turadiganlarni ko'paytirishni maqsad qilishdan saqlanishi. Mening bunda o'quvchilarim bunda jiq. Men biraz balla o'qiydi. Eğer manda bir kirib qolmasin, holat kelib qolmasin, buni saqlanish lozim. O'quvchilarning boshqa manfaatlik ustozlarning endi o'qishni yomon ko'rishdan qattiq hazar aylish lozim. Va bizning vatanda ig'ir bo'lgan masala. O'quvchining boshqa ustozdan foydali ilmlarni o'qishini yoqtirmaydi ustozlar. Bunda bir masala bor.
Bu ba'zi nadon ustozlar giribdor bo'lgan yomon illatdir. O'qituvchining niyatining xolis emasligining, qalbining buzuq ekanligining belgisidir. Shundaqla ilm o'rgatish orqali Alloh roziligini ko'zlamaganligining keskin dalilidir. Chunki u ilm o'rgatish orqali Alloh roziligini ko'zlagan bo'lsa edi, o'z o'quvchisining boshqalar yanında o'qishini yomon ko'rmagan bo'lardi. Balki o'z-o'ziga men ilm o'rgatish orqali Allohga ibodat qilishni ko'zlagan edim. Muradim hosil bo'ldi. U boshqalarning yanında o'qish orqali ilmini texim ko'paytirishni maqsad qildi. Norozi bo'lishning na hojati degan bo'lardi. Biz hadisshunoslikda hamma birdek e'tirof qilgan Imom Darimiyning musnadida sanadi bilan rivoyat qildikki, demak Imom Navaviy rahmatullohi alayh Imom Darimiyning musnadida rivoyat qilgan. Sanadi bilan Rasululloh tutashtirib turib. Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Ey ilmdorlar, ilminglarga amal qilinglar. Olim bilginiga amal qilgan, ilmi va amali birdek bo'lgan kishidir." Qanday odamni olim deydi ekanmiz? Bilginlik amal İlim qilgan, bilen amel. amali birdek.